Dunyoviy buyuk iqtisodshunoslar va ularning ta'limotlari nomli kitobdan birinchi qism 18-asrdan burungi iqtisodiy ideyalar. Birinchi paragraf qadimgi Yunon faylosuflarining iqtisodiy ideyalari. İnsan alemge apiridi bolgandan başlap, onun ictimai ve iqtisadi hayatı başlangan. Yani, adam tug'ilgandan tartib bu dunyodan ketib qolguncha, u shaksizki bir iste'molchidir. Shundaqla u hayotining ma'lum qismida muayyan iqtisodiy faoliyat bilan ham shug'ullanguchidir. Shundaq bo'lganlikdan insonlarning moddiy hayoti haqida tunji adımı zat, yani Adem ata bu dunyoga apiridi bo'lgandan boshlabla muayyan o'y, xiyol, muhokama, iddia va nazariyalar barliqqa kelgan. Biroq bizga yetib kelgani yeziq orqali qoldirilgan uchurlar bo'lib, bu kitobimning birinchi qismida men 18-asrdan burungi iqtisodiy ideyalar va ba'zi vakillik xarakterga ega shaxslarni qisqacha tanishtirib chiqaman. Men 1986-yili Atishda Qizilsuv oblastlik 1-o'rta maktabning to'liq 1-yilligida o'qiyotganimda, shu yili may oyining oxirida maktubimiz bo'yicha sinflararo o'tkazilgan bir faoliyat bo'lib o'tgan edi. Erkin Oshur ismli bizning sinf mudirimiz Urumchida universitetning matematika fakultetini a'lochi o'qigan yosh o'qituvchi bo'lib, bakli iqtidorli edi. U matematika darsini bakli yaxshi o'tadi. Shu qitimliq faoliyatda har qaysi sinflar maktabning tantarbiya maydonida numur ko'rsatdi. Bizning sinfning o'quvchilari qadimgi Yunonning matematigi, mashhur Pifagor teoremasining ijodchisi Pifagorning deganidek 3 bo'lin shakl chiqarib tizildik. Men Erkin muallimning ko'rsatmasi bo'yicha maydonda unlik qilib Pifagor teoremasining mazmunini jo'shqin ruh va jaronliq ovozda deklamatsiya qildim. Qadimgi Yunonning buyuk matematigi Pifagoros deydi-ki, tik bo'lonliq 3 bo'lonning yanto tarafining kvadrati uning ikki kichik tarafining kvadratlarının yig'indisiga teng. Bugun biz to'liq 1-yillik 4-sinfning o'quvchilarining ko'pchilikka ko'rsatgan shaklimiz dal shu teoremada deyilgan 3 bo'lonning shaklidir. Maydondan qizg'in chava ko'tarilgan va bizning sinfdagi butun bolalar buningdan g'urur tuygan edik shu chaqda. Keyin men Urumchida oliy maktabda va Amerikada iqtisod ilmini o'rgandim. Bildimki, qadimgi Yunonning faylasuflarining iqtisod ilmi qo'shgan tuhfasi zo'r ekan. Jumladan, matematik Pifagor iqtisod ilmiga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan ekan. Pifagor yosh vaqtida sayyoh bo'lib jahon kezgan. Avliyo va faylasuf deb tanilgan kishilardan ilm olgandan keyin yurtiga qaytib kelib, o'ngkurning ichida maktab ochgan va kishilarga matematikadan dars o'tgan. Keyin buning maktabi raqamlarga cho'qinadigan bir xil diniy tusni olgan mazhabga aylangan. Pifagorchilar intayin maxfiy bo'lib, ish faoliyatlaridan hech qanday yiziqda iz qoldirishmagan. Keyingilar bular haqida faqat vositlik oldi bilishga ega bo'lgan. Pifagorchilar barliq shaylar sonlardan tarkib topadi. Har bir sonning alohida sehrli kuchi bor. Eng muqaddas raqam 10 deb qarashgan. Pifagor muzika asboblaridagi tarlarning orasidagi sonliq nisbatga asosan muzikada garmonik ovozning shakllanganligini bayqash bilan tanilgan. Chunki muzika san'at shakllarining ichidagi eng sirli birisi bo'lib, Pifagorosning qarashicha bu kulli olam raqamlar asosida bo'lib,
har qaysi taraflarning orasida garmoniyalik munosabat mavjud. Pifagorning iqtisod va pul haqidagi qarashi uning hamma narsa oxiri berib raqamdan iboratdir degan ta'limoti bo'lib, u mushi iddisi bilan shu chaqda pulning rolini o'taydigan tunji tanganing barliq kelishiga qatnashgan. Qarang ma'u dunyoning ajoyibligiga. Dunyo hozir, ya'ni mushu 21-asrda shifrliq pul, ya'ni Pifagor o'z zamonasida aytgan raqamli pul hayojini va vasvasning ichida to'lg'anmoqda. Hatto iqtisod degan ma'noni ifodalaydigan qadimgi Yunon tilidagi oikos nomos degan iborani Xenofon ismli matematik Pifagorning ta'siriga uchragan faylasuf kishi o'z asrida ishlatgan bo'lib, Xenofon o'z asrida yezigligiga aloqador iqtisodni qanday qilib unumli tashkillash va boshqarish masalasini muhokama qilgan. U yozmasida bundoq ko'z qarashni o'tirib qo'ygan. Murakkab jarayonlarni ish taqsimoti orqali eng yaxshi shaklda o'rinlag'ili bo'ladi. Ko'lam jihatda zo'rayib, murakkablashib berayotgan Atina shahriga o'xshash shaharlarning ortiqchiligi bu shaharlarda har turli kasb ustunlarining bo'lganligidandir. Kichik bozorlarda nurg'un ishlarni shaxslar o'zlari qilishga to'g'ri kelgani uchun ularning vazifasi og'ir, ish unumi to'van bo'ladi. Xenofonning bu xulosasi hozirgi zamon iqtisod ilmining otasi deb atalgan Adam Smithning iddisidan taxminan 2000 yil burun o'ttirib qo'yilgan bo'lib, ayni chaqdagi qulluq tuzum ostidagi shaharlardagi har kasbning ustunlarining xizmatini moslashtirishni bozor emas, balki mulk egilari bejirgan. Platonning iqtisodga qo'shgan to'pisi bor bo'lib, uning iqtisodga oid iddisi asosan bundoq. Cheriklikning oldini olish uchun podshohlarning mulki bo'lmasligi, ham yoki oltin yoki kumushga ularning qo'li tegmasligi kerak. Faqat turmushiga yetgudakla ta'minotga erishsin shu kifoya. Shunday bo'lganda ularning qo'lishidagini o'zlarining boyligi emas, balki butun jamiyatga boylik yaratish bo'ladi. Har bir vazifa, ya'ni balalarni beqishdek vazifalarni kasblashtiriladi. Mulk matematiklik prinsiplarga asosan taqsimlanadi. Platon hisoblab chiqqan aholining eng yuqori soni 5040 bo'lib, bu son 1 bilan 10 ni o'z ichiga olgan shu intervaldagi har bir butun songa, ya'ni butun bo'linadi. Platonning qarashicha, bu xil bo'lish orqali aholini har xil boshqarish gruppasiga osonla ayirg'ili bo'ladi ekan. Aristotelning kimligini bildigan kishilar uning Platonning mashhur o'quvchisi ekanligini bilsa kerak. Aristotel qadimgi Yunonning buyuk faylasuflarining biri bo'lib qolmasdan, u yana o'zining keng doiralik bilimi bilan mashhurdir. U falsafa, astronomiya, meditsina va etika, ya'ni axloq haqida nurg'un ta'limotlarni qoldirgan. Jumladan u iqtisodga oid fikr yurgizgan bo'lib, uning hamma narsa pul bilan o'lchinadi degan mashhur so'zi bor. U pulning asosiy maqsadining uning almashtirishning vositasi bo'lishi ekanligiga ishongan. Aristotelning qarashicha, narsalarning adil taqsimlanishi Pifagor o'ttirish qimmati deb atalgan matematiklik formulalar bo'yicha bo'lganda andin amalga oshirgan. Misol uchun, Mehmet bir parcha yerni Samarga sotmoqchi bo'ldi deyli. U holda Mehmet bu yer uchun kam deganda 120 so'm so'rasin. Lekin Samat bu yer uchun eng ko'p bo'lganda 80 so'm bermoqchi bo'lsin. Undaqda zodi qaysi baho adil bo'lgan bo'ladi? Aristotelning nazariyasiga asoslanganda to'g'ri bo'lgan baho 96 so'mdir. Bu baho yuqori bahodan 20% to'van, to'van bahodan 20% yuqori bo'lgan baho bo'lib, u garmonik o'tirchi qimmat deb ataladi. Demak, Pifagorning qarashicha muzikani idora qilgani raqam bo'lganga o'xshash, Sokratning qarashicha adil taqsimot iddisimi raqam idora qiladi. Aristotel o'zining Metafizika degan kitobida
Pifagorchilar o'zlarining ichida maxfiy tutishgan, ammo sirtqa oshkorlanmagan bir-biriga qarama-qarshi shaylardan tuzilgan tövəndəki tüzümlükni yezib qaldırğan bo'lib, sol tarafga tizilganlar yaxshilikqa vakillik qilgan bo'lsa, o'ng tarafga tizilganlar razillikka timsol qilingan. Keyinchi bu tizimlik g'arbliklarning ilmiy tafakkuriga, jumladan ularning iqtisodiy ta'limotlariga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Jadvalning sol tarafidagi yaxshiga vakillik qilgan shaylar cheklik, taq, bir, o'ng, aramchilik, tuz, yo'riqlik, kvadrat yaxshi. Jadvalning sol tarafidagi yaxshi vakillik qilgan shaylar. Jadvalning o'ng tarafidagi razillikka vakillik qilgan shaylar cheksiz, jup, ko'p, sol, ayol, harakat, agri, qorong'ulik, uzunchoq, razil. Tizimlikdagi har bir shayning yaxshi yoki razil deb qaralishiga shu chaqdagi Aristotelni o'z ichiga olgan yunonliklarning tushunchasi sabab bo'lgan. Masalan, Aristotel yaxshiga vakillik qilgan cheklik bilan razillikka vakillik qilgan cheksizlik haqida o'zining qarashini mundaq bayon qilgan. Savdogarlar hech qanday narsa ishlab chiqarmasdan faqat almashtirish orqali haddi hisobsiz mol dunyoga erishadigan. O siyosat degan asarda almashtirishning mundaq ikki turlik bo'lganligini farqlantirgan. Birinchi turlik almashtirish haqiqiy chin bo'lib, kishilar o'zlarining ehtiyojlarini qondirish uchun ilib beriladi. Bundaq aytganda, o tabiiy yuz beradi, lekin yaxshi turmushni kapolatga ega qilgan mulk cheklik bo'lganligi uchun bu xil almashtirish qisqinchilikka uchraydi. Ikkinchi turlik almashtirish faqat pul tepish maqsadida narsalarni o'zaro almashtirish bo'lganlikdan u tabiiy emas, bo'libmi jazoni xo'rlik, ya'ni o'sim uchun pul qarz berish axloqsiz qilmishdir. Chunki bu usulda qarz bergan pul cheklimsiz olib ko'payib boradi. Bu tabiatning cheklimsiga xiloflik qilishni keltirib chiqaradi. Aristotelning mashhur o'quvchilaridan biri Aleksandr Zulqarnayn ham talantli harbiy qo'mondon bo'lib, zamonasida Misrdan tatib toki Hindistonning ma'lum qismlarigacha bo'lgan yerlarni ishg'ol qilgan. Ustoziga bo'lgan hurmat va qoyillik tufaylidan Aleksandr Aristotelning ta'limlarini madaniyatli dunyoning hamma yeriga taratgan. U hatto askar tatib Qashqarga kelgan bo'lib, Mahmud Qashqarining mashhur Turklar divoni degan kitobida u vaqtda mundaq bayon bor. Bu taraf qisqartirilgan kitobni o'qiylik. Buyuk Aleksandrning imperiyasi milodidan burungi 3-asrda yemirilgandan keyin G'arbning iqtisodiy idismi 3-ga kirib ketgan bo'lib, Aristotelni o'z ichiga olgan qadimgi Yunonning buyuk mutafakkirlarining ta'limotlari kutubxonalarda to'pchonga ko'milib qolgan. Yangidan isloh qilingan territoriyalarning bo'lmasligi, qimmatli metallar bilan bo'lgan ta'minlashni uzib qo'ygan uchun imperiya tarqatgan tangalarning kursi tushib, eg'irib pul pahalligini keltirib chiqargan bo'lib, buningga ergishib savdo tijorat zaiflashgan, shahar bozorlar xaroblashishga boshlagan, imperiyaning egiligi o'z-o'zini ta'minlaydigan natural eglik shaklida turib qolgan. Rim imperiyasi davrida mulk huquqini qo'g'dash haqidagi iddialarning paydo bo'lishi qonuniy tuzumning taraqqiyotiga yengillik qilib kelgan bo'lsa, ammo Rim imperiyasi nurg'un sabablar tufayli uxlab tushgan bo'lib, buning bir muhim sababi imperiya iqtisodining cho'kishidir. Qadimgi Rim imperiyasining yemirilishi bilan Yevropaning qorong'uga cho'kkan jaholatlik davri boshlangan. Demak, buningdan iqtisodiy gullanishning bir shaxs, bir xalq va bir davlat ham imperiyaning mavjud bo'lishi ham gullanishida intayin muhim rol o'ynaydiganligini ko'rilish tas emas.